Siz xonaga kirdingiz. Hech kim sizni ko'rmagan bo'lsa ham sezildi. Odamlar boshini ko'tardi. Kimdir jim bo'ldi. Kimdir ichida bu kim o'zi deb o'yladi. Siz hech nima demadingiz, ammo atrof o'zgardi. Bu kuch qayerdan chiqadi? Bu so'zsiz ta'sir. Bu sehr emas, bu aura. Va bu sizda ham bo'lishi mumkin. Faqat qanday ochishni bilsangiz bas. Odam ba'zida o'ylaydi, nega men jim turaman, lekin meni hech kim sezmayapti yoki nega u hech narsa demayapti-yu, lekin hamma unga qarayapti. Bu farq ko'rinmaydigan kuchda. Bu aura. Bu video sizga shu ko'rinmaydigan kuchni qanday uyg'otishni, qanday saqlab qolishni va qanday kuchaytirishni o'rgatadi. Gap yo'q, signal bor. Sizni suvsiz tinglatadigan narsa mana shu. Boshlashdan oldin kanalimdagi har bir yangi video sizga qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishini eslatib o'tmoqchiman. Telegramdagi blogimni ham unutmang. U yerda har kuni 1% ga o'sib boramiz. Shuning uchun kanallarimga obuna bo'ling va meni kuzatib boring. Xo'sh, boshladik. Keling endi aura o'zi nima ekanligini bilib olamiz. Aura bu gap emas, bu sizning ichingizdagi signal. Siz jim tursangiz ham odam sizni eshitadi. Siz yurib kelayotganingizda odamlar ichida nimadir qimirlaydi. Bu siz o'zingizni qanday his qilayotganingiz bilan bog'liq. Odamlar sizni anglamaydi, sezadi. Siz o'zingizni arzimas deb hisoblasangiz, ular ham shunday qiladi. Siz o'zingizga ishonmasangiz, ular ham ishonmaydi. Aura bu jimlikdagi signal va bu signal har kuni yuboriladi. Va aynan shunday kuchli aurani nima o'chirishini, nima yo'q qilib qo'yishini hozir aytaman. Birinchisi, o'zingizni pastga urish. Men bunga loyiq emasman, ular mendan kuchli. Shu fikr sizni yo'q qiladi. Odamlar sizni ko'rmaydi. Ikkinchisi, doim boshqalarga yoqishga urinish. Siz har bir qadamda odamlar nima deydi deb yashasangiz, siz haqiqiy o'zingiz bo'la olmaysiz va o'zingizni yo'qotasiz. Uchinchisi, ichki chalg'ish. Telefonda, tarmoqlarda, boshqa odamlar hayotida siz yo'qsiz. O'zingizni eshitmasangiz, kim sizni eshitadi? O'zingiz bilan gaplashishni o'rganishingiz kerak. Endi kuchli aura qanday yaratilishini aytaman. Birinchisi, ichki jimlik. Har kuni 5 daqiqa telefonni o'chiring, hamma chalg'itadigan narsalarni yoping, nafas oling. Sokinlikda sizning haqiqiy kuchingiz uyg'onadi. Ikkinchisi, tana signalini rostlash. Qomat tik, yurish og'ir, ko'z bexavotir. Bu sizni gapirmasdan turib tanishtiradi. Yana bir marta qaytaraman, bu eng muhimi. Qomat tik, yurish og'ir, ko'z bexavotir, o'ziga ishonch bilan. Uchinchisi, ko'z bilan energiya berish. Qarash qochmasin, shoshmasin. Ko'z bilan siz men bu yerda borman deb aytasiz. To'rtinchisi, ustalik. Siz nimadadir kuchlisiz. Shu narsani pishiring, o'z ustingizda ishlang. Odamlar kuchli odamni so'zidan emas, jimligidan tanishadi. Endi eng muhim joylarga yetib keldik. Aurani ko'taradigan 3 ta qiyqiriq metod. Agar shu metodlarni har kuni 5 daqiqadan bajarsangiz, aurangiz sezilarli darajada ko'tariladi. Birinchi usul, nafas mashqi. Chuqur nafas oling. 6 soniyada, nafasni tuting 7 soniya. Sekin chiqaring 8 soniyada. 678 qoidasi. Shu oddiy ritm miyani tinchlantiradi, energiyani markazlaydi. Ikkinchi usul, qomatni tuzatish. Turing, yelka tik, bo'yin ochiq, ko'krak oldinga, o'zingizga ishonch bilan. Va o'zingizga shunday deng. Men bu yerda borligim bilan kuchaman. Tana tili siz haqingizda jim gapiradi. Uchinchi usul, ko'z bilan kuch uzatish. Oynaga qarang, o'zingizga chuqur, tinch, barqaror nigoh bilan qarang. Ko'zingizni olib qochmang. O'zingizga ishonchli qarang. Odamlarga ko'z bilan signal uzatasiz. Men o'zimga egaman. Agar mabodo suhbatda bo'lsangiz, suhbatdoshingizni ko'ziga qarab gapiring va aurangiz borligini isbotlang. Har kuni shu 3 ta mashqni bajaring. 5 daqiqa va sizning ichki nuringiz yoqiladi. Aurani siz o'zingiz qanday boshqarsangiz, shunday porlaydi. Siz xonaga kirganda xona nima qiladi? Jim bo'ladimi, yorishadimi? Aura bu faqat kuch emas, bu tozalik, toza niyat, toza qalb, ichki aniqlik. Agar siz o'zingizni to'g'ri his qilsangiz, boshqalar ham sizni to'g'ri his qiladi. Endi navbat sizda. Like bosing, izohlarda fikringizni yozing. Bugun aurangizni yoqish uchun birinchi qadam nima bo'ladi? Albatta Telegram va YouTube kanallarimga obuna bo'ling va esda tuting. Har kuni 1% kuchliroq bo'lsangiz, sizni hech kim to'xtata olmaydi.